shu o'g'limni qobiliyati bor, individualni yakka o'zi bilan shug'ullanib chempion qilaman degan trener bo'lsa, shunga berardim deb yurgan otalar onalarga ajoyib yangiligimiz bor. Hop, ikkita shagird olmoqchiman. Boks va qo'l jangini noldan natija va chempionlikkacha olib chiqish uchun. Bu qanaqa bo'ladi? Ko'chalarga ham hammani ham ololmaymiz. Xudo xolasa kasting qilib tekshirib olmoqchiman. Kastingning shartlari birinchi o'rinda hech qaysi zalda umuman bormagan, umuman shug'ullanmagan bo'lishi kerak. Ikkinchisi 8 yoshdan 10 yoshgacha yosh oralig'ida bo'lishi kerak. Uchinchisi Hazrat Shoh, Zangiobod, Turuq MFdan bo'lishi kerak. Qolgan shartlarni shu kastingdan o'tganda ota-onalar bilan o'zlari bilan kelishib olamiz. Xudo xolasa noldan ham chiqib, noldan boshlab o'rgatib chempionlikka olib chiqmoqchiman. Xudo xolasa kimgadir bu fikr qiziq bo'lsa yoki o'g'illarni chempion bo'lishini xohlaydigan ota-onalar bo'lsa, kommentariy yozamiz yoki kechqurun o'sha 19:30 dan kechqurun 22:00 gacha uyda bo'laman. Olib kelasizlar, kasting qilib tekshirib, xudo xolasa chempionlikka harakat qilib boshlaymiz. Yoshlarimizni chekka qishloqdagi qobiliyatli bolalarimizni chempion qilish harakat qilaman. Bosamiz. Xo'p, ma'lumot uchun meni tanmaganlar uchun men bir necha yil oldin ham 30 ga yaqin shogirdim bo'lgan. Trenerlik sohasida ham yetarlicha tajribam bor. Xudo xolasa o'zimga ishonaman. Bolalaringlar chempion bo'lishini orzu qilgan ota-onalar harakatda bo'lamiz. Eslatib o'taman, har bitta sport jarayonini, har bitta trenirovka jarayonini YouTube yoki Instagram platformasiga joylab boraman. Shunga rozi bo'lib olib kelasizlar.